Alloh subhanahu va taolo Jabroil alayhissalomga men deydi taqvodor, meni aytganimni qilgan yaxshi bandalarimga tayyorlab qo'ygan jannatimda bir aylanib chiq degan ekan. U kishi jannatning tepasida parvoz qildilar. Rosa endi uchib 70 yil uchgan ekan. Uchib turib, qo'nib, ey Robbim, bu ajoyib narsalar bor ekan bu yerda. Men buni ta'rifni ayta olmayman. Shunchalik go'zal narsalar. Sen shunaqa narsalar tayyorladingmi bandalaringga desa, yo'q, bu bandalarimga emas, bu bitta bandamga. Sen hali oxiriga yetmading buni degan ekan. Tushundingizmi? Bittasiga atalingan joyga sen hali oxiriga yetmading degan ekan. Jannatga kirgan rosa ham bizni tilda aytganda qashshoq odam, hech bir yaxshiligi yo'q ekan, shu zo'rg'a ilashib qopti jannatga. Shu odam o'zini saltanatida jannatga kirgan odamlarni hammasini har kuni mehmon qila olar ekan. Qanday yaxshi narsa. Alloh taolo aytadiki, siz shunaqa narsalarni ularga bashoratini aytib qo'ying, men tayyorlab qo'yganman bularga. Bular urinish kerak bu ishga. Bir kishi aytibdilar, menga jannatni ta'riflab bering. Qanaqa joy u desa, ustozlar aytgan ekan. Jannatning eng yaxshi ne'matini aytaymi? U yerda Rasululloh borlar debdilar. Mana shuni o'zi yetadi o'zi.